Yurtimizda o'tkazilayotgan talabalar festivali nafaqat iqtidorli yoshlarning iste'dodini yuzaga chiqarish, balki ularni siyosiy, huquqiy jarayonlarga jalb etish imkonini ham bermoqda. Ayni shu maqsadda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida Birlashgan Millatlar Tashkiloti modeli asosida konferensiya tashkil etildi. Unda turli oliy o'quv yurtlaridan yig'ilgan talabalar xalqaro tashkilotlar faoliyati, diplomatik muzokaralar va global masalalarga yondashuv borasida o'z bilim va qarashlarini sinovdan o'tkazishdi. Hozir shu haqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yer yuzida tinchlikni mustahkamlash va xavfsizlikni ta'minlash, davlatlarning o'zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tuzilgan xalqaro tashkilot hisoblanadi. Bugungi kunda mazkur tashkilot doirasida talaba yoshlarning o'rni muhimdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti modeli bu bizni yoshligimizdan kelajakka tajriba yig'ishga yordam beradi. Hozirdan tajriba yig'sak, 10 yildan keyin aytaylik, rostikasim Birlashgan Millatlar Tashkiloti Nyu-Yorkda bo'ladimi, Shvetsariyada bo'ladimi, ularning shtab kvartirasida qatnashishimiz biz uchun osonroq bo'ladi va hayajonsiz bo'ladi. Ayni damda talabalar festivali doirasida tashkil qilingan Birlashgan Millatlar Tashkiloti modeli bo'yicha konferensiyaning ochilish marosimi bo'lib o'tyapti. Unda muhtaram prezidentimizning Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida ilgari surgan muhim tashabbuslari talaba yoshlar o'rtasida muhokama qilinyapti va ular o'zlarining yangi qo'shimcha loyihalari haqida ham ma'lumotlarni taqdim etishmoqda. Har bitta o'sha delegatimiz o'zini taklifini, o'zini fikrlarini berib, yoshlar mana shu BMT loyihasi yakuni bo'yicha o'zlarining rezolyutsiyalarini qabul qilishadi. Mana bugun hozir ushbu loyihamizga 200 ga yaqin yoshlarimiz ishtirok etayotgan bo'lsa, har bir yoshimizdan bugun juda ham bir aktual, yoshlar hayoti uchun kerakli bo'ladigan takliflarni olib, biz albatta buni hayotga tatbiq etamiz degan umiddaman. Konferensiyada faol ishtirok etgan talabalar tadbirning yopilish marosimida diplom bilan taqdirlandi. Mazkur tadbir faol fikr almashish, yangi diplomatik aloqalarni yaratish va xalqaro hamjamiyat rivojiga ijobiy hissa qo'shish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Gulbahor Abdulxay va Abdulahad Abduvahobov Hudud informatsion dasturi uchun.